15 kubi, 18 kubalik qilib tashlagan bittada. Yoniga bizning nasosimizni Kalpeda nasosdan 13 tonnaligidan qo'yib qo'ygan. 18 tonnagacha bo'lgan расходli paliv zonalar. Nima bo'lyapti? Nasosda suv yetmayapti. Izначально to'g'ri bo'lish uchun bizga 8 tonna suv kirib kelyaptimi? Bitta yonganda 8 tonna расход qila oladigan darajada palivlarni maydalash kerak. Assalomu alaykum. Keyslarim bilan bu men yana Rustam nasoschi. Qaranglar. Yani qiziq holat, bu juda ham qiziq holat. Bitta katta hovli, juda ham katta hovlida. Katta ziloniy zonalari, огородlari, uylari bor edi, xullas bu yerda kirishlari bor edi. Masjidga o'zimga yaqin tanishim, bitta yaxshi montajni, juda ham opitniy odam nasos qo'yayotganda adashib qopti-da. Agar shu videoni ko'rib qolsa, rozi bo'lsa. Lekin buni aytib qo'ymasa bo'lmaydi. Juda ham katta xato bu. Mana qaranglar. Mana shu paliv qilgan, mana palivlar qilgan, yer tagidan bilan chiqargan qora fontandan qo'yganda bittada 20 ta 25 ta yonadigan qilib tashlagan. Bittada расходini 15 kubi, 18 kubalik qilib tashlagan. Bittada расходini-da. Bu yerda bizga davlat 32 talik счетчикka ruxsat bergan. 32 talik счетчик qo'yilganda, 32 talik счетчик qancha bir 8 tonnacha suv o'tkazadi o'zidan-da. Eng qizig'i undan yoniga bizning nasosimizni Kalpeda nasosdan 13 tonnaligidan qo'yib qo'ygan. 13 tonnali nasos, 8 tonnali o'tkazadigan счетчик, eng qizig'i 18 tonnagacha bo'lgan расходli paliv zonalar. Undan nima bo'lyapti? Nasosda suv yetmayapti. Men borib qarasam, nasosga suv to'g'ri kirib kelmayapti. Nasosga suv to'g'ri kirib kelmagandan keyin bu yoqqa ham to'g'ri bera olmaydi. Bunaqa katta расход qila olmaydi. Ani yer tagidan chiqadigan palivlar bor-ku, bundan. Boshidagilari yaxshiroq chiqyapti. Keyingilari sal erinib chiqyapti. Narigi betdagilari bor-ku, xabari ham bo'lmayapti. Nasos yongandan-da. Shuning uchun nima qilish kerak? Bu joyda o'zi в общем изначально to'g'ri bo'lish uchun bizga 8 tonna suv kirib kelyaptimi? Bitta yonganda 8 tonna расход qila oladigan darajada palivlarni maydalash kerak. 10 tagami, 12 ta tochkagami maydalash kerak palivlarni-da. 8 tonna расход qilsa. Shunda sal norma bo'ladi. Agar bunga to'g'rilanmayotgan bo'lsa, bunda bitta yonkust qo'yish kerak, bir 20 tonnali yonkust qo'yish kerak-da. Shu 20 tonnali yonkustdan keyin nasos qo'yib, shunda ham nasos ham 18 tonnali qo'yilmaydi-ku endi. Bir 4 kilovatga chiqib ketadi. O'sha uyda shu muammoni hal qilish uchun haqiqatda 4 kilovatli nasos qo'yildi, lekin 4 kilovatga chiqib ketmasin deb maydalab 8 tonna, 10 tonna расходga to'g'rilaylik-da. Shuni to'g'ri qilib qo'yaylik. Bunaqa bo'la olmaydi. Bizda agar buni teng ko'radigan bo'lsak, 8 tonna suvimiz bor. Biz 13 tonnali nasos qo'yganmiz. O'zi bizga kerak 18 tonnagacha. Qani bu yerda mantiq? Bizda mantiq faqat shunaqa bo'la oladiki, 8 tonna suvimiz bor, 8 tonna расходimiz bor, nasosimiz bor, 8 tonna расходimiz bor palivga. Eng katta расход palivga bo'ladi ertalabdan. Mana shunga rivoya qilib qo'ya olamiz. Agar счетчигimiz diametri nechtalik bo'lsa, nasosi ham diametri shunaqa bo'lishi kerak. Yo'q suvi, katta suvni qo'yib olmaymiz. Mana shu normaga qarashimiz kerak yoki maslahat kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar. Maslahat, konsultatsiya doim bepul bo'lgan. Hammaga rahmat. Like bilan bu narsa yozib qo'yinglar, foydali bo'layotganini bilaylik, davom ettiramiz.